Assalomu alaykum. Bugun bir mijozimizda qiziq holat bo'ldi. Ta'minotchisidan hisob varaq faktura kelibdi. Xodimlarimiz Telegram orqali yuborib, ko'rib chiqing, tasdiqlasangiz qabul qilamiz desa, mijozimiz shunday debdi: "Hozir shodda pul yo'q, qabul qilsak nima bo'ladi?" Aslida bu juda ko'p uchraydigan tushunmovchilik. Hisob varaq faktura bu to'lov emas. Faktura bu sotuvchi tovarni berganini, xaridor esa qabul qilganini tasdiqlovchi hujjatdir. Eng muhimi, fakturani qabul qilganingizda hisob raqamdagi pul hoziroq chiqib ketmaydi. To'lov esa bu alohida jarayon. Uni siz kelishuvga qarab hozir ham, keyin ham qilishingiz mumkin. Yana bitta muhim qoida: agar fakturani 10 kun ichida tasdiqlamasangiz yoki rad etmasangiz, 10 kundan keyin rad etish tugmasi yo'qoladi yoki bo'lmasa ishlamay qoladi. Bu degani rad etib bo'lmaydi 10 kundan keyin. Shuning uchun qarorni albatta 10 kun ichida aniqlashtirib olish kerak bo'ladi. Aks holda keyin kech bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, faktura bu hujjat, to'lov esa bu pul sanaladi. Ikkalasini aralashtirmaslik kerak.